$115,000 evaziga haqiqatan ham o'zini narxiga arziydigan barcha qulayliklari, mebel va texnikalar bilan birgalikda 4 xonali xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Ushbu xonadonimizni joylashgan lokatsiyasi Mega Market 5-ni hamma yaxshi biladi. Shundaygina o'shani Mega Marketning orqasida joylashgan. Domimizni o'zi vetrinda turibdi. Kvartiramiz o'rtada, uglovoy emas, ikki tomonlama pishgan g'ishtda qurilgan domimiz. Kadastr hujjatlari hammasi joyida. Ko'rib turgan xonamiz mehmonxona. Mehmonxonamiz anchagina katta, e'tibor berasizlar, ortiqcha ustunlar umuman o'tmagan va tan olish kerak, bejirim remont qilingan xonadonimiz, konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan, 10 kishilik stol ustunlari qilingan, bu tomonda begovoy doroshka hamda smart televizorlar ham ilib qo'ygan ekanlar. Bir boshdan tushuntirish boshlasak agar, bu tomonda asosiy kiraverish eshiklari, kirib kelishimiz bilan prixoshka qismi, ham tomonda chiroyli mebellarni qilib qo'yganlar. Ko'rib o'tgan xonamiz mehmonxona edi. Bu tomonimizda esa hol 3+1 sifatida bemalol bu yerda ham foydalanishlaringiz mumkin. Orqa tomonda chiroyli dekorativ ishlovlar ham qilib qo'ygan ekanlar. Kvartiramizda umumiy 2 ta sanuzel, 3 ta alohida xona hamda hozir ko'rsatib o'tgan holimizdan iborat. Bu yerda esa bolalar yotoqxonasi, 3 ta bola uchun barcha shart-sharoitlarni qilib qo'yganlar. Ko'rishlaringiz mumkin. Barcha mebel texnikalar bilan birgalikda ushbu fayzli xonadonimizni xarid qilishlaringiz mumkin. Bu yerda esa kattalar yotoqxonasi kirib kelishimiz bilan ko'rishlaringiz mumkin. Anchagina kattalar yotoqxonasi. Domimizni old tomonda hamda orqa tomonda yashil hududlari qilib qo'yilgan. Undan tashqari mashina qo'yish uchun alohida o'zining parkovkalariga ham ega va kattalar yotoqxonasining oldida ko'rishlaringiz mumkin. Ochiq balkonlari to'g'ridan-to'g'ri bog'imizga qarab turibdi. Kvartiramizga konditsioner kerak emas. Ota-onalaringiz bilan turmoqchi bo'lsalaringiz agar, ushbu xonadonni xarid qilsalaringiz agar, ko'rishlaringiz mumkin. Ikki tomondan oynalarni ochib qo'ysalaringiz agar, havo juda ham yaxshi aylanadi. Bu tomondan ham kattalar yotoqxonasida konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan va albatta kattalar yotoqxonasining ichida o'zining alohida sanuzul xonalarini ham qilib qo'ygan ekanlar. Kvartiramiz umumiy maydoni 120 metr kvadratdan kattaroq maydonga ega. Bu yerda esa umumiy yuvinish hamda hojatxonalar qilingan, to'liq kafellari terilgan va albatta suv isitgich boylerlari ham o'rnatib qo'yilgan. Holimizni o'zidagi mexki mebelga bitta e'tibor berasizlar. Xonadonimiz dizayni bilan qo'shilib ketgan va juda ham chiroyli chiqqan. Bu tomonda esa smart televizorlar holimizda ham o'rnatib qo'yganlar. Endi esa sizlar bilan birgalikda uy bekalari orzu qilgan oshxonani ko'ramiz. Niyat qilganlar bo'lsa agar like bosib videomiz davomini ko'rsalaringiz bo'ladi. Bu yerda uy bekalari orzu qiladigan oshxonamiz, kuxonli garniturga ham e'tibor berasizlar. 3 etajli kuxonli garniturlar qilib qo'yilgan, mexanizmlari ham juda ham sifatlilardan ishlatilgan, chunki o'zlarini yashashlari uchun ushbu xonadonni ta'mirlab olgan ekanlar. Bu tomonda duh komerni kattagina xolodilniklari ham o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda o'tirib ovqatlanadigan joylari va hamda duh konturni kotyollari, mikrovolnovый pech, pastda esa bu yerda mikrovolnovka hamda pastda pechlari ham qilib qo'yilgan va albatta bu yerda ham o'zini alohida ochiq balkonlari va ochiq balkondan qarasalaringiz agar usti yopiq o'zini mashina qo'yish uchun alohida parkovkalari ham qilib qo'yilgan. Ushbu hududni yana bitta katta plusi bor. Qanaqa deyishlaringiz mumkin? Maktab, bog'cha, bozorchadan umuman xavotir olmasalaringiz bo'ladi. Texnologiya institutiga ham, universitetimizga ham bemalol texnologiya institutiga 5 daqiqaga piyoda yetib borasizlar. Universitetga esa 7-10 daqiqaga piyoda yetib borishlaringiz mumkin. Ushbu chiroyli xonadonimizni egalari ushbu xonadonimizdan baraka topib, hozirda hovli xarid qilib, o'sha remont qilib ko'chib o'tganlar. Sizlar ham ushbu xonadonni hozircha xarid qilsalaringiz agar, keyinchalik sizlarga ham shunaqa yaxshi uchastkalarga ko'chish nasib qilsin. Kvartiramiz narxini 115,000 AQSh dollari so'rayaptilar. Yana pastda to'g'ridan-to'g'ri egalarning raqamlarini qoldirib o'tyapmiz. O'zlari bilan bog'lanib, kelib xonadonimizni ko'rib, baraka qilishlaringiz mumkin. Ushbu xonadonimiz yoqqan bo'lsa agar, bizani arzimagan mehnatimiz uchun like bosib, obuna bo'lib qo'ysalaringiz xursand bo'lardik. $125,000 140 kvadratlik kvartira uchun namuncha qimmat deyishlaringiz mumkin, lekin kechirib qo'yibsizlar. Xohlagan hovlilar bilan yoki kvartira bilan ushbu kvartiramizni bemalol solishtirishlaringiz mumkin. Kvartiramiz tushirilgan narx juda ham idealni, aytgancha ko'pchiliklaringiz namuncha kvartiraning narxi ko'tarildi yoki hovlilarning narxi namuncha qimmat deysizlar. Apajon, akajon, xohlagan kvartira yoki uchastkani bemalol egalarining pastdan nomerini qoldiryapmiz. Telefon qilib savdolashinglar. Savdo telefonda emas. Kelinglar, bemalol tomosha qilinglar. Sizlarga yoqadigan bo'lsa agar keyin savdo qilinglar. Aytishadi-ku, otang bozor, onang bozor deb. Shu uchun kelib ko'rib savdolashsalaringiz, inshaalloh shu yil 2025-yilda yangi kvartira yoki hovlilarda maza qilib yashash nasib qilsin va biz ushbu
bugungi kvartiramiz obzorini boshladik. Biz o'zi kvartiramizni mehmonxonasida turibmiz. Kvartiramiz 5-mikrorayonda joylashgan. Birinchi qavat 140 metr kvadrat, birinchi etaj va 140 metr kvadrat yerto'lasiga ega. Mana bu tomonda 1,5 tabaqali podyezddan kiradigan joylari kirib kelishimiz bilan ushbu kvartiramizni ikkiga bo'lganli, ya'ni bu tomon семейный zona, o'ng tomonimizga kirishimiz bilan birinchi spalniy bolalar yotoqxonasi, shundaygina oldida sanuzulni oldida kattalar yotoqxonasi realni katta yotoqxona. Ikkita kvartirani olib akamiz bitta qilib taxlagan ekanlar. O'zlari uchun, sizlar ham o'zlari uchun turmoqchi bo'lsalar agar ideal variant aytib qo'y. Uchastkani tashvishidan, rasxodidan charchaganlar uchun realni zo'r variant ekan. Chunki uchastka yashaydiganlar bo'ladi. Har yil fasadni yangilagin, parkovka taxlagin yoki qanaqadir kamchiliklar chiqib kelaveradi. To'g'rimizda shkaf kupe qilib qo'yganlar, ortiqcha jihozlaringizni ushbu joyga qo'yishlaringiz mumkin va chap tomonimizda esa katta mehmonxonamiz. Bu tomonda stol zonasi, aytgancha kvartiramiz dokumentlarini ham ko'rsatib o'tamiz shu joyga. Ko'rishlaringiz mumkin. Kvartiramizda ikkita oldi-sotdi shartnoma, ikkita ko'chirmasiga ega va 2019-yilda oldi-sotdi qilgan ekanlar. Yetmagan joyini ikkilamchi kredit ham qilishlaringiz mumkin bank orqali. Pastda esa to'g'ridan-to'g'ri egalarining nomerlarini qoldiryapmiz. Bu tomonda esa mягкий zona va albatta konditsionerlar o'rnatib qo'yilgan. Bu tomonda smart televizor, adashmasam ekrani 65 mi nima. Shundaygina oldida umumiy sanuzul xonasi. Tepada bolerlar ham o'rnatib qo'yilgan. Bu yerda esa uy bekalar orzu qiladigan oshxonamiz, barcha romlarimiz 2 qavatli Aquaplast romlar terlamaydigan va reshotkalari ham qilib qo'yilgan. Chunki kvartiramiz birinchi qavatda joylashgan. Mягкий уголок, o'tirib ovqatlanadigan joyimiz va dug'u konturli kotyollar ham o'rnatib qo'yilgan. Shundaygina oshxonamizning oldida yana bitta kattalar yotoqxonasi joylashgan. Ota-onasi bilan yashaydiganlar uchun kvartiramiz idealni yokida farzandlaringizni kelin qilmoqchi bo'lsalaringiz ham juda ham idealni. Bir-biriga xalaqit bermaydigan joy va maslarga o'rtada zo'r joyini ko'rsatib o'taman. Bu kvartiramiz eng zo'r joyi orqa tomonni borligida ko'rishlaringiz mumkin. Alohida mashinalaringiz uchun mana bu tomonda parkovkalarni ham qilib qo'yganlar, tepalarini yopib qo'yilgan va ushbu joyga bemalol chiqib, mazza qilib xordiq-chiqorib o'tirishlaringiz mumkin. Yashil hududlarga ham ega, bemalol yozgi oshxona ham qilishlaringiz mumkin. Anchagina katta joyimiz bor va ushbu kvartiramiz joylashgan lokatsiyasini ham o'z hammalari точно bilib olasizlar. Orbita moykani oldidan kirib kelasizlar. To'g'ri, mashinani kirgizadigan joylargacha qilib qo'yganlar va yerto'lamizda ham ko'rishlaringiz mumkin. Fortichkalariga ega. Kvartiramizni ko'rib chiqdingizlar, yoqqan bo'lsa agar yoki niyat qilganlar bo'lsa agar like bosib qo'yinglar. Sizlarga ham shunaqa kvartiralarga yashash nasib qilsin. Pastda esa to'g'ridan-to'g'ri ushbu xonadonimiz egalari nomerlarini qoldirib o'tdik. Aytgancha kvartiramiz 140 metr kvadrat o'zi, xuddi shuncha yerto'lasiga ega va mashina qo'yadigan joylar bilan birgalikda ko'rib turgan barcha udobstvolar bilan birgalikda narxi 120 dollar deb baholanyapti. Kvartiramiz yoqqan bo'lsa agar like bosib qo'yish va bizga arzimagan mehnatimiz uchun obuna bo'lib qo'ysalaringiz xursand bo'lgan bo'lardik. Yetmaganini ikkilamchi kredit yokida barterni ham ko'rib chiqadigan joylari bor. Kvadrat metr katta xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Joylashgan lokatsiyasi Terakzorni oldida joylashgan 4 qavatli g'ishtlik domizni 4-qavatda joylashgan bo'lib, umumiy maydoni 180 metr kvadratni tashkil etadi. Proyektini ko'rsatib o'taman. Kvartiraning obzori, proyekt bo'yicha asosiy kirish eshiklari, kirgan simon kvartiramizda anchagina keng alohida koridori mavjud. Bu yoqda garderobni qilib tayyorlaganlar. Kvartiramizni garderobi, prixoja qismi. To'g'rida ham alohida koridor mavjud. Bu yoqda ham katta shkaf qo'yilgan. Barcha jihozlar qoladi. Kvartiramiz dokument bo'yicha 4 xonali, uy egalari 3 xonali qilib tayyorlaganlar. Kvartiramizda 2 ta sanuzol, bitta oshxona qismi va 3 ta alohida xonadan iborat. Bu yoqda esa proyekt bo'yicha kvartiramizni birinchi xonasi mehmonxona qismi. 12 kishilik stol turibdi. Zalni kattaligini o'zlaringiz tushunsalar bo'ladi. 11 ga 6 adashmasam 60 kvadrat zalni o'zi faqatgina. Barcha jihozlar qoladi. Kvartiramizda isitish tizimi qachon o'rnatilgan, to'liq chopupol qilingan. Chopupol regulirovkalar joylashgan joy. To'g'rida proyekt bo'yicha kvartiramizda oshxona qismi. Oshxona jihozlari ham to'liq mavjud, plus ochiq balkoni ham bor. Oshxona jihozlari чистый mebel. Bu yoqda proyekt bo'yicha mягкий уголок o'rnatilgan, alohida konditsioner mavjud.
balandligi 330 metrni tashkil etadi va bu yerda proyekt bo'yicha xonadonimizning ikkinchi xonasi. Derazalari yaxshi qat'iy plast derazalardan to'liq laminat qilingan va bu yerda proyekt bo'yicha kvartiramizning 3-xonasi. Deyarli har bitta xonasida alohida konditsioneri bor. Spalniya xonasida alohida birinchi sanuzoli. O'qitaygacha to'liq kafel qilingan. Kvartiramizning kadastrda 180 kvadrat, to'liq 180 metr kvadrat yozilgan. Bu ko'rsatib o'tgan koridor qismi va kvartiramizning ikkinchi sanuzoli bu yerda joylashgan. Bu yerda ham vanna o'rnatilgan, o'qitaygacha to'liq kafel qilingan. Qulay lokatsiya, terakzor, Nixol kolsoni oldida joylashgan. Katta kvadratga ega xonadon, ulgurib qolinglar. 180 metr kvadrat, juda ham kamdan kam bunaqa katta kvadraturadagi xonadonlar sotuvga qo'yiladi. Narxi ham kelishilgan holda. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlarimizga murojaat qilishingiz mumkin. Dokumentlari to'liq tayyor. Umumiy maydoni 285 metr kvadratni tashkil etadigan dubleks kvartiramiz sizlarga ko'rsatib o'taman. Kuxni garniturlar tayyor qilib qo'yilgan. Juda ham katta oshxona, uchastkalarda ham bunaqa oshxona yo'q. Kottej olgandan ko'ra mana shu kvartirani olganlaringiz yaxshiroq deb o'ylayman. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda dekorativ ishlovlar bo'lgan. Bu yoqda kiraverish eshiklari, mana bu yoqqa mebel bo'ladi dedilar. Bu yoqda yumshoq mebellar ham qilib qo'yilgan. Kvartiramizda 3 ta alohida xona, 3 ta sanuzil va mana bunaqa 2 ta hol bor. Ikkinchi qavatga o'zi ko'tarilishimizdan oldin ma'lumot o'rnida aytib o'tay, ikkinchi qavatni qolgan ishi faqat laminat sotib olib, ustaga pul berasizlar. Ikkinchi qavat uchun ham aboylarini olib qo'ygan ekanlar. Ikkinchi qavat uchun ham eshiklar olib qo'yilgan. Ikkinchi qavatning sanuzul xonalari to'liq tayyor holatda mana. Kacholari o'rnatilgan, batareyalari o'rnatilgan holatda turibdi. Ikkinchi qavatimizda bitta katta hol. Bu birinchi xonamiz, juda ham katta xona. Bu yoqda ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Bu kvartiramizning 3-xonasi, ichida sanuzullari bilan birga. Buni ham sanuzuli tayyor holatda va qaranglar, 75 kvadrat pasti, 105 kvadrat tepasi plus bu yoqda ochiq hovlisi bor. Kesalaringiz ko'rasizlar. Mana bu yoqda alohida namozxona ham tashkil etib qo'ygan ekanlar. Bu yoqni kesalaringiz o'zlaringiz ko'rasizlar. Mana shu kvartiramiz sotuvga qo'yilyapti. Hovlisi 85 kvadrat, 105 kvadrat ikkinchi qavati, pasti 75 kvadrat. Kvartiramiz o'zi 5 va 6 qavatlarda joylashgan.